logistika sohasida millioner bo'lsa bo'ladimi? Bu savolga ko'plar beriladi va logistikaga kirishdan oldin har doim shu savolni beradi. Agar men bu sohada karyera qursam, men kelajakda boy badavlat inson bo'lib ketamanmi? Bu savolingizga ha va yo'q javob berishim mumkin. Sababi Amerikada logistika bilan shug'ullanadigan insonlar ko'pincha topgan daromadi, marjin profiti juda kam bo'ladi. Оборотlar katta bo'lishidan qat'iy nazar. O'zbekistonda esa siz topadigan chisti sof foyda ancha-muncha sizga hayotingizda luxury urovingda olib borishingizga yetadi va o'shaning orqasidan siz real estate, IT va boshqa sohalarga pul investitsiya qilgan holda o'zingizga ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi source income'lar yaratishingiz mumkin. Undan tashqari Amerikada ko'plab ishlab ketgan logistikadagi tadbirkorlar, haydovchilar, kompaniya egalari, trak egalari O'zbekistonda ancha-muncha sharoitlarni yaratib, bemalol O'zbekistonda 5 dan 10 yilgacha bemalol xotirjam yashashga sharoit yaratib qo'ygan. Aslo lekin bu savolni agar biz bersak, logistika sohasida tadbirkorlik kompaniya egalarida shu yerda millionlab pul bormi degan savolga men yo'q deb javob beraman. Chunki aynan logistika sohasida marjin profit 1%, 2%, ba'zida esa 0.5% ga ham teng bo'ladi market yomonga tushgan paytida.